Muaviya radhiyallohu anhu bilan Ali ibn Abi Talib o'rtasida men juda shu qissaga ta'sirlandimda shu narsani sizlarga aytib bermoqchiman. Muaviya bilan Ali radhiyallohu anhu o'rtasida katta fitna ketgan. Fitnaga qanaqa? Muaviya radhiyallohu anhu musulmonlarning bir jamoat armiyani boshlig'i, amiri bo'lib turib, Ali ibn Abi Talibga bay'at qilmay qo'ygan. Xulosa shu. Bay'at qilmay qo'ygan nima uchun desa, Usmonning qonini qasosini olmay turib, men sizga bay'at qilmayman degan. Fitna bilan Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu shahid bo'lib ketganlar. Ali ibn Abi Talib xalifa bo'lgan, Muaviya askarlar bilan amir bo'lgan va o'zini xalifa deb e'lon qilgan. Va hokazo, mana shu o'rtada bir fitna bo'lgan. Ko'pchilik siz xalifamisiz, boshlig'imisiz deb itoat qilgan. Shunda eng keraklisi kofir tarafidan, kofirlar dushman tarafidan xat keladi Muaviyaga. Ey Muaviya, siz bilan Ali o'rtasidagi bo'lgan fitnani, o'rtalarda bo'lgan holat bizga xabar yetib keldi. Bu holatga siz haqsiz edingiz. Agarda siz bizga ishorangizni kutib turibmiz, agarda siz bizga shunday bir ishora qilsangiz, biz sizga shunday askar bilan boramizki, shunday armiya bilan. Avvalgi safining avvali siz oldingizda bo'ladi, oxiri esa mening oldimda bo'ladi. Kisroda bo'ladi. Deganda Muaviya radhiyallohu anhu bilan Alining o'rtasida ketayotgan urush bor. Bu nima uchun aytyapman desa, musulmonlar o'rtasida ba'zi bir urushlar, fitnalar yoki jamoatlar turibmiz. Darsga olaylik, birodarlar. Men ertaga aytganim yo'q, qonun aytyapman. Shunda Muaviya radhiyallohu anhu boshqa alohida varaq olmadi. Bitta varaqni ana shu kofirga yozishlikni hayb deb bildi. Ashib kelgan varaqni otasiga yozdi. Muaviyadan Kisroning itiga deb yozdi. Muaviyadan Kisroning itiga yozib qo'ydi dedi. Ey it dedi. Ya'ni kofirlarning boshlig'i, imperiyaning boshlig'iga aytdi. Sen Ali bilan bizni o'rtamizdagi muammoga sen daxling yo'q. Agar shu ishga kirishadigan bo'lsang, men shunday askar tortib boramanki oldinga dedi. Avvali sening oldingda bo'ladi, oxiri hali meni oldimda uzilmagan bo'ladi dedi. Kimga? Ali ibn Abi Talibga nisbatan qilgan jinoyating uchun dedi. Musulmon odam o'rtasida ketayotgan ba'zi bir ixtiloflar uchun ular aslida dunyo talashgan yo'q edi, yer talashayotgan yo'q edi. Shariat qonunini ijro qilmayapsan deb turib talashayotganmiz. Demak biz musulmonlar ba'zida islom deb turib ba'zi bir jamoatlar moli qilaylik deyotgan bo'lsa, uni musulmonlar o'rtamizda bo'lishligi mumkin, lekin dushmanning oldida va islomga qarshi bir kurash kelayotganda bo'pti buni oloviylar deydigan holat musulmon odam uchun harom emas, birodarlar. It deyish kerak. Bu musulmon men bilan bu talashib o'tiribmiz o'z aslimizda. Mumkin mazhab to'g'risidadir, mumkin islomga xizmat to'g'risidadir. Lekin sen itga nisbatan biz shunday birlashamizki, deb mana shunday Muaviyadan darsga olish kerak, birodarlar. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni o'zi rozi bo'lsin, gunohlarimizni mag'firat qilsin. Alloh subhanahu va taolo musulmonlarga bo'lgan muhabbatni qalbimizda joriy qilsin. Alloh subhanahu va taolo islom va musulmonlarga o'zi yordam bersin. Islom va musulmonlarga dushmanlik qilayotganlarga Alloh taolo o'zi kifoya qilsin. Bizlarni musulmon xalqlari, musulmonlarga rizq qilib bergan hayvonot, nabototlarning rizqini xiyonat bilan yeb qo'yishlikdan Alloh o'zi saqlasin. Qiyomat kunida bu sababli jahannamga yuztuban holatda tashlashlikdan Alloh o'zi saqlasin. Va sallallohu alayhi va sallam ala nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in.